Ma'lumotlarga qaraganda mana shu nomerni o'zi 164 ming dollardan oshar ekan. Range Rover P530 HSE. Qatdan olsam bunaqa nomer desiz, bilasizlar, mashinani o'zi necha pul turishini. Taxminan 180 ming dollar atrofida turadi. Kamida yengisi. Qatdan olsam desiz, mana necha ko'ra oling, 600 ming dirham, 164 ming 383 dollar hisoblanyapti va birlashinglar bor, o'sha birlashing orqali ko'rsanglar, mashina narxlarini necha pulligini ko'rib olsanglar bo'ladi. Bekordan bekor bu avtomobil qimmat emas, lekin nomer men uchun isrof, lekin avtomobil bekordan bekor qimmat emas. Ko'rasizmi? Многорычажный, усиленный ходовой частlari. Опорный ko'rasizmi kattaligini. Bu yerda podveska bilan va orqa tomondan ko'rasizmi? Опорный почти yarmidan keladigan Supertlar va Supertdan legendarniy eng ishonchli tormoz sistema Brembo o'rnatilgan. Voy, ko'rasizmi? Dunyoning narsalari bor, kerak bo'lsa, ходовой часть bo'yicha. Aloqaga chiqaveringlar. Biz ham zo'r narxda avtomobillarni sizlar uchun yetkazib beramiz. Nima deb o'ylaysiz? Nomer arziydimi? 160 ming dollarga yoki uni o'rniga ikkita Range Rover qo'ygan yaxshimidi?